alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar. Xo'sh, bugundan boshlab Nasbda turk tilini 0 dan boshlab D2 darajagacha men bilan birgalikda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, kanalimizni yaqinda ochdim. Nomi Afzal Language. Xo'sh, bu yerda sizlar bilan birgalikda Istanbul yabanchilar uchun dars kitobidan A1 darajasidan boshlab to J2, ya'ni J1+ darajagacha to'liq darslarni bepul ravishda ipidan ignasigacha tushuntirib beraman. Xo'sh, yana qo'shimcha so'ylaydigan, ya'ni tushuntirib beradigan narsalarim bor, qo'shimcha ma'lumotlar. Xo'p, bu kitoblar orasida eng yaxshisi nima uchun buni tanladim? Yaxshisi nima uchun yaxshi bu? Xo'sh, bu kitobda yaxshi bo'lishining sababi ilk boshlovchilar uchun, ya'ni ona tili turk tili bo'lmaydigan bizga o'xshab chet, ya'ni yabanchi til egalari uchun bu kitob 0 dan boshlash uchun eng oddiy va tushunarli holatda ko'rsatib berilgan. Xo'p, bundan tashqari xuddi shu Istanbul yabanchilar uchun dars kitobini ko'rib o'tgan bo'lsalaringiz, bu kitobda yangilangan versiyasi 2 yil adashmasam 2 yil oldin yangilandi. Ya'ni Istanbul nashri ostida qaytadan yangilab berildi. Xo'p, u kitob bilan buni nima farqi bor desa, katta o'zgarishlar yo'q, faqatgina qayerda o'zgarishlar bo'lgan. Bu kitob bilan xo'sh, narigi Yeni Istanbul kitobini orasidagi farqi, Yeni Istanbulda video darslar qo'shgan, interaktiv, ya'ni rang-barang holati ko'proq qilib bergan, ya'ni o'quvchini o'ziga juda ham yaxshi holatda jalb qila oladi. Xo'p, undan tashqari nima bo'lgan bunda? Lug'atlarga qo'shimchalar qo'shilgan va hozirda foydalanishdan tushayotgan so'zlar olib tashlanilgan. Xo'p, bugundan boshlab bu A1 darajamizni tushuntirishni boshlayman va qo'shimcha aytadigan narsam, boshqa kitoblarim bormidi Istanbul yabanchilar dars kitobidan tashqari? Bor. Boshqa kitoblar ham bor. Masalan, Yeni hit degan kitob maslahat beriladi. Yokida 7 iqlim degan kitob turlarimiz ham bor, lekin ulardagi holat bundagidan murakkabroq. Ya'ni mavzular ichidagi mashqlar o'ta darajada keng qilib berilgan unda. Endi bunda keng bo'lmaydi, pastroq bo'ladimi? Yo'q. Unda o'ta darajada grammatikasiga nisbatan mashqlarni ko'paytirib yuborishgan. Xo'p, bu kitobni umuman 7 iqlimda bo'ladimi, Yeni hitda bo'ladimi, Istanbul kitoblarida bo'ladimi? Har birida 6 tadan unit bor. 6 tadan unit, ya'ni 6 ta unit, har birida 3 tadan qism bor. Ya'ni A, B va C qismlar. Xo'p, bu qismlarning o'zini har birida hozir ko'rsatib o'taman. Nimalar bo'ladi? Bu qismda har birining ichida 3 ta bo'lim bo'layotgan bo'lsa, har birining ichida grammatikasi bor va o'qima, dinlama. Endi bular nimaligini o'zi tushuntirib o'tishim kerak edi bo'lsa, hozir tushuntirib o'taman. 4 ta qismdan tashqari yana 2 ta qism bor. Aslida o'zi yangi til o'rganayotgan momentimizda ingliz tili bo'ladimi, turk tili bo'ladimi, rus tilimi, qaysi til o'rganishimizdan qat'iy nazar biz nima uchun o'rganamiz u tilni? O'sha tilda yozilgan ma'lumotlarni yozma shakldagisini erkin o'qib tushuna olish. Ingliz tilida reading, turk tilida bu nima deyiladi? O'qima deyiladi. O'qib tushunish. Va undan tashqari o'sha tilda o'zimizni erkin bayon qilib bera olishimiz kerak og'zaki nutqda. Ya'ni bu speaking bo'ladi ingliz tilida, turk tilida nima bo'ladi? Konuşma. Xo'p, keyingi 3-qismimiz nima? Biz o'sha tilda, ya'ni bizga o'zimiz ona tilimizdan tashqari o'rganayotgan turk tili yoki ingliz tilidagi ma'lumotlarni eshitib bevosita tushuna olishimiz kerak. Bu qism dinlama bo'limi deyiladi. Dinlama. Ya'ni listening inglizchasi. Xo'p, eng oxirgi bo'limimiz, ko'pchilik ingliz tilidan va turk tilidan tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar ham biladiki, o'ta darajada qiyin deb o'ylashadigan bo'lim. Ya'ni haqiqatan murakkabligi bor. Bu nima? Ingliz tilidagi writing yoki turk tilidagi yozib tushunish qismimiz. Nima bo'ladi? Yozma bo'limi bor. Bularni batafsil xudo xohlasa tushuntirib beraman. Endi biz sizlar bilan o'tadigan Istanbul yabanchilari uchun dars kitobimizni har bir 3 ta unitni ko'rib o'tayotgan bo'lsak, 6 ta unitimiz bor ekan. 6 ta unitimizni har birini ichida nimadan? A, B va C qism.
Endi xudo xohlasa alifbosini hozir tushuntirib o'tgan paytimda mana bu nima uchun A, B, C yoki C demaganim hisobini tushuntirib o'taman sizlarga. Bu qism J. A, B, J qismlarini har birida dars kitobida nima bo'ladi? Grammatika, eng asosiy o'rganilayotgan narsamiz, urg'u berayotgan joyimiz grammatika va lug'at, ya'ni so'z boyligi. Bu qismdan tashqari har bir bo'limda dars kitobiga tegishli qism tushuntirib o'tyapman bu yerda. Xo'sh, nimalar bor? Qo'shimcha. O'qimasi bor, o'qib tushunish, reading, listening bor, ya'ni dinlama bo'limi bu, eshitib tushunish, yozish qismi uchun alohida narsalar berilgan, ya'ni mashqlar berilgan. Undan tashqari eng kerakli qismimiz bu speaking uchun, ya'ni nima? Konuşmamiz uchun kerak bo'ladigan savollar ham berilib ketiladi. Xo'sh, biz bu A1dan dars kitobidan boshlayotgan qismimizda to'liq asosiy urg'u A1dan boshlab J2gacha, ya'ni J1+ o'rgatilayotgan joyda men tushuntirib o'taman, urg'u beraman bu qismda eng asosiy 4 ta qismga. Ya'ni bu nima? O'qima, dinlama, grammatika eng asosiysi va lug'at boyligi uchun ishlaymiz. Xo'p, ikkita qism qolib ketyapti. Ikkita qism qaysi bo'limlar qolyapti? Gaplashish, ya'ni konuşma va yozma qismi, yozma bo'limi. Bu qismlarni qachon qo'shamiz? Xudo xohlasa, bu kitobda B2 darajasidan boshlab yozma qo'shamiz va undan tashqari A2 ni tugatgan paytimizda B1dan boshlab qo'shamiz demoqchiman. Ya'ni B2 emas, B1. B1dan boshlab yozma qo'shamiz va B2 ni tugatganimizdan keyin konuşma qo'shamiz. B1ga o'tgandan keyin. Nima uchun oxirida qo'shishimizni tushuntirib o'taman. Milliy sertifikatga ham, ya'ni o'zimiz magistratura uchun yoki bakalavrda xorijiy til, chet tili bo'limini yopmoqchi bo'lganlar uchun milliy sertifikat topshirish mumkin bo'ladi. Bu qismda asosiy imtihonda olinish, ya'ni qonun qoidasiga asosan eng oxirida konuşma bo'ladi. Shuning uchun eng asosiy qismlarni birinchiga qo'yib turib o'rganiladi va keyinchalik vaqti uzunroq bo'lgan bo'limlar borki, bu ya'ni konuşma bo'limi, bularni oxirrog'ida o'rganish mumkin bo'ladi. Boshida konuşma qilish mumkin emasmi? Mumkin. Lekin konuşmadan tashqari biz rivojlantirishimiz kerak bo'ladigan 4 ta ustun bor. Ya'ni nima desam bo'ladi? Har qanday chet tilini o'rganayotganimizda 4 ta ustun birinchi qurilishi kerak. Ya'ni asos deyiladi. Bu asos nimalar? Grammatikamiz yaxshi bo'lishi kerak. Eng kamida B2 darajagacha. Bu B2 daraja pre-intermediate deyiladi. Ya'ni pre-intermediate, intermediate. Intermediate darajamiz bo'ladi. Uji intermediate oxiri inglizcha bo'yicha gapiryapman. Ya'ni B2 saviyadan yuqori saviyagacha chiqib olishimiz kerak grammatikadan. Nima uchun buni kerak? Biz o'sha tilda, ya'ni o'zimiz o'rganayotgan til hozir turk tili bo'lsa, turk tilida gaplarni strukturasini biz o'qiganda tushuna olishimiz kerak. Nima deyilyapti, qayerda? Qo'shimcha qo'shilgan holatlar bo'ladi. Ya'ni nima? Gapni bir-biriga bog'lash uchun, har birini mukammal tushuna olishimiz uchun eng kamida B2 darajani tugatgan bo'lishimiz kerak. Xo'p, bu narsa nimaga yordam beradi? Listeningga ham, o'qimaga ham, hattoki konuşmaga ham yordam beradi grammatikani o'rganishimiz. Eng asosiy ikkinchi qismlardan biri, ya'ni asosi lug'at boyligimiz. Lug'at boyligimiz kam bo'layotgan bo'lsa, biz grammatikani zo'r o'rganganimiz bilan biz o'sha tilda chala ma'lumotga ega bo'lamiz. Shuning uchun bu A1 darajadan boshlab J1+, ya'ni J2 darajagacha xuddi shu kitobni o'qib, tushuntirib, batafsil ko'rib chiqqanimizcha faqatgina eng asosiy urg'u berayotgan 4 ta bo'limimiz bor ekan. Bular grammatika, lug'at va o'qima va dinlama bo'limi bo'lar ekan. Va darajamiz yuqorilashgan sari xudo xohlasa nimani qo'shamiz? Yozma va konuşma bo'limidan qo'shamiz ekan. Xo'sh, bugun men nimani tushuntirib beraman? Istanbul yabanchilar kitobi, mana ko'rib turganingizdek, Istanbul yabanchilar uchun turkcha dars kitobi. Hop, buni A1 darajasidan boshlaymiz. Ya'ni bugungi o'tayotgan qismimiz o'zlaring YouTube'da ko'rgan bo'lsalaring, A1 daraja birinchi unit.
ya'ni A, B, C qismlaridagi har bir qismni tushuntirib o'taman. Xo'p, shuncha ma'lumot berdim. O'zim haqimda hali ma'lumot berishga ulgurmadim. Xo'sh, men 2 yildan oshiq, ya'ni 3 yilga tortyapti. 3 yildan beri shu turk tili yo'nalishi ichida ishlab kelyapman va bu yo'nalishda ozmi ko'pmi katta ma'lumot bazasiga ega bo'ldim va eng asosiy xohlaganim shu yo'nalishdagi qismda o'quvchilarga internetda bepul, tekin va uydan turib hech qanaqa katta mablag'larsiz bemalol shu tilni o'rgana olishlariga hissa qo'shish, ya'ni sizlarga yordam berish maqsadim. Ismim Usmonov Azbek, Afzal Language kanali asoschisiman. Xo'p, boshlaymiz birinchi qismdan. Bismillah. Xo'p, birinchi o'rganayotgan qismimiz, bo'limimiz nima ekan? Merhaba, ya'ni merhaba. Nima degani bu? Turkchada o'zbekchaga tarjima qilayotgan bo'lsak, salom, ya'ni salomlashish. Xo'p, birinchi unit merhaba yoki merhaba. Tanishuv bo'limi ekan. Unit nomi. A qismimizda alohida bo'limining nomi nima ekan? Tanishma, salomlashma, dilaklar. Tanishish, salomlashish, tilaklar bo'limi bo'lar ekan. Xo'p, birinchi o'rinda men tushuntirib o'tayotgan narsam nima? O'quvchilar merhaba deylar ekan ustoz, biz shunday deyar ekanmiz, ko'pchilik lekin merhaba deyilyapti. Nima uchun? Xato bo'ladimi shu deb savol berishadi. Yo'q, xato bo'lmaydi. Og'zaki nutqda X harfi faqatgina shu salomlashishga oid so'z merhaba, ya'ni merhaba deb turib X'ni tashlab ketish holatlari bor og'zaki nutqda. Lekin siz merhaba desangiz xato bo'ladimi? Yo'q. Bemalol merhaba desangiz ham bo'ladi yoki merhaba desangiz ham bo'ladi. Merhaba og'zaki nutqda sizni yana ham erkinroq gapira olishingizni ko'rsatib beradigan holat. Shunday deb tushunsangiz bo'ladi. Merhaba desangiz ham xato bo'lmaydi, merhaba desangiz ham xato bo'lmaydi. Ya'ni bu kunning ixtiyoriy qismida aytilishi mumkin bo'lgan salom tarjimasi. Yozib olamiz, yaxshilab qaytarib o'taman. Tanishma, tanishuv, ya'ni tanishish, salomlashma, salomlashish, dilaklar, tilaklar. Nima uchun bu qismda faqatgina birinchi bo'limlarda har qanday tilda boshida shunaqa tanishish, salomlashish, tilaklar bo'limlari haqidagi qismlar keladi, chunki har bir tilda kirish qismi shu oddiygina kundalik so'z ishlatayotgan so'zlarimizni, ya'ni salomlashish qismlarini tushuntiradi. Chunki bu o'zbek tilida, turk tilida, rus tilida, ingliz tilida, ixtiyoriy tilda har doim, har kuni, har vaqtda qo'llaniladigan so'zlar. Xo'p, o'qiymiz. Bu kitobni o'zi qanday tuzilgan ekan? Birinchi o'rinda mana bu hozir belgilab ko'rsatib o'tgan joyimdagi qismda shu mavzu bo'yicha birinchi unit bo'ladimi, ikkinchi unitmi, B1 darajasimi, A1mi farqi yo'q. Shu unitda qaysi mavzu o'tilayotgan bo'lsa, shu mavzuga oid fe'l bo'ladimi, ot so'z turkumidagi so'zlar bo'ladimi, xuddi shu mavzuga oid so'zlar mana shu joyga yozib qo'yilgan bo'ladi va o'ng tarafida nima yozilgan bo'ladi? Xuddi shu qatnashgan, ya'ni bu yerda berilgan so'zlar orqali bu yerda gaplar tuzib qo'yilgan bo'ladi. Merhaba yoki merhaba, salom, gunaydin. Bu ertalabki salom. Ertalabki salom deganda ustoz nechadan nechagacha soat? Masalan, 7 dan 9 gachami yoki ertalab quyosh chiqqanda nechagachami? Bu ixtiyoriy holat. Bir xil davlatlarda, masalan, bizda qishloq joyida bo'layotgan bo'lsak, bomdoddan tortib to mana bu quyosh chiqqunicha bo'lgan qism tong deyilishi mumkin, to'g'rimi? Shahar hayotida bilamizki, shaharda 9 da uyg'oniladi. Endi u joyda gunaydin 11 gacha soat, 9 dan 11 gacha. Bu ya'ni ixtiyoriy demoqchiman. Ya'ni bu nima ekan gunaydin? Ertalabki salomlashish. Nasılsın? Qandaysan? Iyiyim, yaxshiman. Nerelisin? Qayerliksan? Hoşça kal, yaxshi qol deyapti. Bu yerdagi rasmlardan ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana, merhaba, gunaydin, iyi günler, yaxshi kunlar, hoşça gelding, xush kelding, bizdagi xush kelding, xush ma'noda tushuntirib o'tsak bo'lar ekan. İyi akşamlar. Kechki paytdagi salom. Hoşça kal, yaxshi qol degan qism. Memnun oldum deyapti bu qismda gule gule. Endi bu qism do'stona salomlashish degan holati yoki xayrlash ma'noda kelaveradi. Memnun oldum, xursand bo'ldim, tashakkur ederim, rahmat. Rahmat aytaman deb o'zi tarjima qilinadi, lekin aslida rahmat degan ma'noni bildiradi. Sening ading ne? Sening isming nima?
Benim adım Ali. Mening ismim Ali. Nasılsın? Qandaysan? Yoki qalaysan degan ma'noda o'zbek tilida og'zaki nutqda qalaysan deydi. Qandaysan emas, qalaysan. Xuddi shuni tarjimasini beradi bu. Teşekkür ederim. İyiyim. Yaxshiman. Rahmat. Xo'p, neralisan? Qayerliksan? Japoniyaliyim. Bu yerdagi bizdagi J deb o'qilmasligiga e'tibor berayotgan bo'lsalaring, buni xudo xohlasa mana bu birinchi B unitda alfabet bo'limini tushuntirganimda tushuntirib o'taman. Qayerliksan? Japoniyaliyim. Yaponiyalikman. Memnun oldum. Xursand bo'ldim. Ben de memnun oldum. Ko'rayotgan bo'lsak, men ham xursand bo'ldim. Mamnun bo'ldim degani. Hoşça kal, yaxshi qol, guli-guli, xayr. Ko'rayotgan bo'lsak, hoşça kal, yaxshi qol deganda guli-guli, xayr ma'nosida, ya'ni do'stona xayrlashish ma'nosida kelar ekan. Endi bu kitobni ko'rayotgan bo'lsak, tushuntirib bo'ldim boshini. Birinchi qismda o'qima qismi keldi. Bu o'qima qismini yuqoridagi qism tushungandan keyin buni bajarish muammo bo'lmaydi. Xo'p, asosiy tushuntirayotgan qismlarim nima bo'ladi? Mashqlarni o'qib bemalol xuddi mana bu yonidagi tayyor berib qo'yilgan namunalarga oid holatda birinchidan boshlab mana bu yerda nechinchi mashqgacha bo'lsa hammasini bajara olasiz. Masalan, bu yerda 3 ta ekan. Birinchi mashqni ko'rayotgan bo'lsak, ketma-ketlikda, ya'ni salomlashish holati bo'yicha ma'nosiga qarab turib birdan boshlab nima qo'yib chiqasiz ekan? 2, 3 ketma-ketligini qo'yib chiqamiz ekan. Bitta birinchi umid bo'lsa, keyin asli, keyin umid, keyin asli. Shunaqa ketma-ket bo'ladi. Xo'p, keyingisi ikki ashadagi ifodalar eslashtirelim. Eslashtirmak degani moslashtirmoq degani. Eslashtirelim, moslashtiraylik. Xo'p, ko'rishmak uzarini ko'rayotgan bo'lsak, ko'rishguncha degan ma'noni beradi. Ko'rishmak uzar ko'rishuruz. Ko'rishamiz deyapti. Masalan, merabaga nima kelishim buyurgan bu yerda? Xo'p, merabaga meraba, salom, salom. Teşekkür ederim, rica ederim bo'lish kerak bu yerda. Mana bunga to'g'ri keladi. Ya'ni nima strelka bilan yonidagi qismga ma'nodoshini to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Uchinchi mashqni ko'rayotgan bo'lsak, uchinchi mashqda endi biz javoblarga qarab savollarni yoki savollariga qarab turib javoblarni tepasini qismini to'ldirib ketamiz ekan. Xuddi mana bu tepadagi o'rgatmen bilan Martin orasidagi suhbatga o'xshagan qism. Aysha bilan Timoni orasidagi suhbat bo'lar ekan. Siz javobiga qarab savolini berishingiz kerak, savoliga qarab turib javobini. Masalan, iyi akşamlar degan qism. Aysha ham iyi akşamlar, nasıl iyi akşamlar deb yozib ketilgan bu yerga. Bu ham iyi akşamlar deb javob berishi mumkin. Benim adim Timo bu yerda javob beryapti. Benim adim Timo, senin adin ne? Aysha qanday savol bergan bo'lishi mumkin? Senin adin ne degan savol berishi mumkin. Bu yerda javob beryapti va undan ham so'rayapti Timon Ayshaning ismini. Xuddi shunaqa tartibda buni to'g'rilab ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yanidagi ifodalari, rasmlarni eslashtirelim. Yonidagi ifodalar bor. Afiyet olsun, iyi dersler, bol şanslar. Bu qismlarni har biridagi ma'nosiga qarab turib, mabitdagi rasmlarni raqamini bu yerga mana qavs ichiga joylab chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar. Xo'p, bu qismdagi ma'nolarni qayerdan topamiz ustoz? Bularni tarjimasini Google dan yoki boshqa qismdan nima tarjima qilishimiz kerakmi? Buni ham oson qismi bor sizlar uchun. Darsda oxirida mana shu videoni komment qismiga yoki biosiga Telegramda joylangan xuddi shu kitobni lug'at qismini, ya'ni lug'atlarini o'zbek tilida tarjima qilingan holatidagi PDF faylini yuklab qo'ygan kanalimga link beraman. O'sha linkga o'tib turib, xuddi shu kitobni A1 darajasidan boshlab J2 darajasigacha bo'lgan har bir unitda oxirida beradigan lug'atlarini to'liq yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ketdi. 5-mashqda ham xuddi shunaqa ekan. Bayramlarni qismiga, ya'ni rasmni moslab chiqamiz ekan. Masalan, annelar kuni bu yerda qaysi bo'lishi mumkin? Annelar kuni 4 ga to'g'ri keladi. 4-ni raqamini qavs ichiga yozib qo'yamiz. Birinchi qism. Eng oxirgi mashqimiz nima ekan? 6-mashq. Benim adım Albert Einstein, ben Almaniyaliyim ve Almanım. Nima deyapti? Mening ismim Albert Einstein, men Germaniyalikman va nemisman. Qaysiga to'g'ri keladi? 3 ga to'g'ri keladi. Xuddi shu tartibda buni ham rasmlarga moslab joylab qo'yamiz ekan. Endi har bir bo'limda grammatika qismini tushuntirib bo'lgandan keyin, undan keyin grammatika mashqlari beradi dars kitobida va uni bajarib bo'lganimizdan keyin eng oxirida dinlama beradi. Dinlama qismini har birini
Mana masalan 7-mashqimiz dinlama bo'lar ekan, to'g'rimi? Dinlama bo'limi bo'lsa, mana bu disk ichida birinchi qismda dinlama 1 deb audiosini yozib qo'ygan. Xuddi shu kitobda dinlamalarni, ya'ni dinlama audiolarni qayerdan topishimiz mumkin? Xuddi shu audiolarni ham mana shu videomizda bio qismiga joylab qo'ygan bo'laman. Bemalol o'tib, mana shu qismdagi audioni, mana shu audioni o'ziga o'tadi. Audioni topib bemalol olishlaringiz mumkin bo'ladi, mashqlarini bajargan holatda. Bu dinlama qanday bajariladi? Adi va uyruq, ya'ni ismi va millati haqida ma'lumot aytadi. Bu yerda yozib qo'yasiz. Masalan, bu balkim rusiyalidir. Ismi Fedrix bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa qilib turib aytgan joyida adiga ismini, uyrug'iga millatini yozib ketasiz. 4 ta insonni, 2 ta qiz va 2 ta bolani. Tushunarli-a? Yozma bo'limi bilan konuşma bo'limi hozirgi qismda foydalanmaymiz. Yozma uchun va konuşma uchun boshqa alohida B1dan boshlab va konuşma uchun esa B1da tugatgan holatimizdan keyin konuşma qismiga alohida ma'lumotlar berib o'taman. Bu qismda yozma va konuşma qismi har bir dars kitobida qoladi. Birinchi unitimiz A qismi shu bilan birgalikda 1Bga o'tishimizdan oldin to'liq tugatganimizda sizlarga aytishim mumkin bo'lyapti. Birinchi qism juda ham oson. Tanishish, salomlashish, dilaklar bo'ldi xolos. Xo'p, savollaringizni kommentlarga berib yozib ketsangiz bo'ladi. Men alohida har bir kommentga alohida o'zim javob berib o'qib chiqaman. Birinchi A qismda nimalarni tushunmadingiz? YouTube'da komment qismiga o'zingizni savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Yokida shu Azar Language kanalimizda oxirgi kanal ma'lumotlari degan joyda shaxsiy Telegram kanalimda yozib qoldirganman. Shu joyda alohida savol berishingiz mumkin. Xo'p, o'tamiz birinchi B qismiga. Birinchi B. Merhaba, salomlashish bo'limini B qismi. Alif va alfabet. Alfabet deb yozilgan qism tarjimasi nima bo'ladi? O'z-o'zidan bilamiz, alfabet. Alifbo degani o'zi. Xo'p, ko'rib turganimizdek sal kattalashtiraman. O'zi yaxshi ekan. Kattalashtiraman. Nima ekan? Turkchada hozir bo'yab o'tsak yaxshiroq bo'ladi. Ana. Xo'p, mana bunday bo'yasam ko'rinsa kerak. Mana. Turkchada 29 ta harf bor. 21 tasi undosh. Ya'ni unsiz deyiladi. Yozib olamiz. Unsiz. Mana yozib qo'yilgan. Unsiz deb yozilgan. 21 ta undosh va 8 ta unlidan iborat. Xo'p. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. 8 ta unli, 21 ta nima ekan? Undosh. Xo'p, birinchi o'rinda grammatika, ya'ni biz umumiy turk tilining grammatikasiga o'tishimizdan oldin batafsil ravishda to'liq nimani ko'rib o'tishimiz kerak ekan? Alfabetini to'liq tushunib olishimiz kerak ekan. Chunki alfabetni bilmasdan turib butun grammatikani tushunish mumkin bo'lmas. Ya'ni buni men nimaga o'xshataman? Odamning ikkita oyog'i, ikkita oyoq holati. Odamni butun tanasini ko'tarib ushlab turadigan asosiy tayanch qism, to'g'rimi? Xo'p. Bu joyda men sizlarga hozir ozginadan keyin unlilar bo'limini tushuntirganimda tushuntirib o'tamanki, o'sha odamning ikkita oyog'iga o'xshatgan qismim turk tilining grammatikasining asosiy ikkita tayanchi bo'ladigan qoidalar bor. Bu narsani ko'rsatib o'taman. Xo'p, ketdi. Undoshlarimiz nima ekan? Mana bu jigarrang harfda yozilgan, bo'yalgan qism hammasi undoshlar. Mana bu ko'kka tortib ketayotgan rangdagilari esa unlilari. Xo'p, B harfimiz o'zimizda B bilan bir xil. Endi bu yerdagi kirilcha, lotinchada yo'q bu narsa, alohida kelmaydi. Harf birikmasi, ya'ni Ch harfimizda bor. Mana shu kirilcha S bilan o'zimizda yumshoq xni birikmasdan Ch kelgan. Mana bu qismimiz bor. Mana bu J deyiladi. Ya'ni kirilchadagi oysimon S turk tilidagi J ga to'g'ri keladi. Ya'ni bizning J'miz bularda oysimon S deb yozilgan ekan. Ya'ni biz oysimon S'ni ko'rayotgan bo'lsak, kirilchadagi qismda turk tilida buni J deb o'qiymiz. Xo'p. Bizdagiga o'xshab turib J'ni nima qilmagan ular? Ch harfimizda H qo'yib turib so'z birikma, ya'ni harf birikmasi qilib yotmagan. Bular nima qilingan?
Shu Jni tagiga ilmoqcha qo'yib qo'yilgan. Ilmoqcha qo'yildi, bo'ldi. Shu bilan nimaga aylanadi? Chga aylanadi. Demak, nima qilamiz ekan? Oysimon Sni pastida ilmoqchaligini biz so'zlarda ko'rsak, buni ch deb o'qiymiz ekan. Kelishdik-a? D'miz bizniki bilan bir xil, f bir xil, g bir xil. Endi g'a haqida bitta qo'shimcha ma'lumot aytaman. Harflar ham tovushda bo'lishi kerak. Ham nimada bo'lishi kerak? Og'zaki nutqdagi tovushni nazarda tutyapman. Tovushda bo'lishi kerak, ham yozmada bo'lishi kerak. Endi shuncha B dan boshlab G gacha bo'lgan tushuntirib o'tgan undoshlarim ham tovushda bor, ham yozmada bor edi. Endi bu yerdagi g'a deb yozgan holatimiz bizda o'zbek tilida g'a deb ham tovushda, ham yozmada bo'layotgan bo'lsa, turklarda g'a tovushda yo'q, faqat yozmada bor. Eslab qolamiz. Ma bu qismimiz g'a, aslida g'a, lekin turklarda bu og'zaki nutqda g'a deb ishlatilmaydi. Yozuvda g'a bormi? Bor, lekin tovushda g'a yo'q. Buni qoidasini unli tushuntirgan paytimda tushuntirib o'taman. Xo'sh, h bizni h bilan bir xil, yumshoq h bilan bir xil. Mana bu endi bizdagi j, bularda ham bor ekan, undoshlar bo'limida, ro'yxatida. Endi bular bizga o'xshab buni j deyilmaydi endi. Bizdagi j tepadagi s harfi, ya'ni kirillchadagi s ga o'rin almashtirgan bo'lsa, endi bizdagi j bu yerda nima deyiladi turk tilida desangiz j. Aslida bizni og'zaki nutqda j tovushi bor, lekin bizning alfabetda j harfi shu tovushni ifodalaydigan qism yo'q. Bu vazifani turklarda bizdagi j o'z unaqasiga oladi, vazifasiga oladi. Nima deyilar ekan? Bizdagi jmiz turklardagi j harfiga to'g'ri kelar ekan. K biz bilan bir xil, l harfi bir xil, m, n, p, r, s harfimizgacha bir xil. Endi s harfi deyiladi o'zi, s harfimiz. Bizdagi oysimon s, turklardagi s ni xuddi o'zi. Lekin endi biz o'zimizda alfabetimizdan kelib chiqib nima qilganmiz? Ch ni o'rgandik, j ni o'rgandik. Ch dagi qilingan ish bunda ham qilingan. Ya'ni oysimon nima? Mana bu s harfimizning tagiga ilmoqcha qo'yib qo'yilgan holatini o'zi turklarda sh deyiladi. Ya'ni bizga o'xshab yumshoq h ni mana bu oysimon s ni oldiga qo'ysa ch, mana bu s ni oldiga qo'yayotgan bo'lsa sh deb yozib yotmagan ular. Ya'ni iloji boricha soddalashtirilgan, faqat ilmoqcha bilan sh ni hosil qilyapti. Ya'ni mana bu s'imiz, bizni s'imizni tagi ilmoqchasi bo'lsa sh bo'lyapti ekan. Mana bu j ni tagiga ilmoqcha qo'yilgan qismi turklarda ch bo'lyapti ekan. Tushunarli bo'ldi menimcha. T harfimiz bir xil, v, y, z harflarigacha hammasi bor. Bittagina undoshlar ichida bitta undosh harfimiz bor ekanki, bu ham g'a, tovushda yo'q, yozmada bor ekan. Hozir men unlilarga o'tgan paytimda unlilarni tushuntirib o'taman va unlilar tushuntirgan momentimda mana shu g'a harfini nima uchun tovushda yo'q, g'a yozuvda kelganda qanday ifodalanadi unda degan savolga javob beraman. Xo'p, turklarda 8 ta unli bor deyildi, to'g'rimi? 8 ta unli bor deb aytdim. 8 ta unlidan birinchisi a. Bizni a bilan bir xilmi? Bir xil. Bizni bilan bir xilmi? Bir xil. Endi mana bu i'miz, ingichka i'miz ham bizni i bilan bir xil bo'laveradi. Faqatgina ingichka i'ni tepasida nuqtachasi yo'q qismi bor. Mana bu harfimiz. Buni rangini o'zgartiramiz, boshqacharoq qilaylik. Hop, oqqa belgilayman. Yo'q. Qizil qilamiz bo'pti. Aha. Mana qizil bo'ldi. Xullas, mana bu nima ekan? I harfini oldida turgan mana bu qismimiz, nuqtasi yo'q qism a harfi deb o'qilar ekan. Xuddi kirillchadagi nima? Mягкий znak deyiladimi, adashmasam? A harfi shu. Shunga o'xshab talaffuz qilinadi. I basda i. Ya'ni tomog'imizning orqa qismidan to'siqsiz kelib chiqadi. I harfi i. Xo'p, bu yerdagi nechinchi harfi bo'lyapti? 5-chi. 5-chi unlimiz o harfi. Bizdagi o bilan bir xilmi? Bir xil.
Lekin ko'p holatlarda mana bu unli harflar boshida kelganda o, ya'ni o basda o. Ya'ni juda o'ga tortib ketmaydi yoki o bilan o'ni o'rtasidagi holatda o'qiladi. O. Shunaqa holat qilib o'qiladi ko'p holatlarda, lekin alfabetdagi talaffuz qilinishi o. O. Xo'p, bu qism nima deyiladi? Mana bu qism o. O harfi o. O. Endi bu bizdagi o bilan bir xil talaffuz qilinishi o. Ingichka unli deyiladi. Hozir men sizlarga buni ikkiga bo'linishini ham tushuntirib o'taman. Keyingisi u harfi. Bizdagi u bilan bir xil. Endi bizdan tashqari unlisida ikkita qo'shimcha unli bor ekan. Bu nima ekan? Tepada belgilab turganim. Hop, bunday qilsam yaxshiroq ko'rinsa kerak. Mana bu I harfimiz bizda yo'q. Mana bu yerdagi U harfi, ingichka U harfi bizda yo'q. Shundan tashqari ikkita unlidan tashqari qolgan hamma unli bizda mavjud. Tushunarli ham. Endi undoshlarni tushuntirdim. G'a bilan bog'liq qismni tushuntirib o'tganim yo'q. Oldin mana bu unlini ikkiga bo'linish qismini tushuntirib, keyin g'aga oid qismiga o'taman. Unsuzlar. Unsuzlar degani undoshlar. Unlular degani unlilar. Undoshlarni ko'rdingiz. Nima ekan? 21 ta undoshimiz bor ekan. Unlilarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita qismga bo'linar ekan, 8 ta unli bor, u ham ikkiga bo'linadi. Eslab qolinglar, halenda men sizlarga bundan oldinroq tushuntirib o'tganim, turk tili grammatikasining eng asosiy ikkita tayanchi bor. Oyog'i desak bo'ladi, insonning ikkita oyog'idek. Shu mana shu narsa unlilar bilan bog'liq qoida bu aslida. Mana bu unlilar ikkiga bo'linadi. Bu eslayinda qolsin, yozib qo'ysalar bo'ladi. Ikkilik sxema deyiladi. Ikkilik sxema. Qalin unlilar bor, ingichka unlilar bor. Qalin unlilarda nisbatan nima desam bo'ladi, yo'g'onroq chiqadi talaffuzimizda. A, I, O, U harfimiz. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ilmoqchasi yoki nuqtachalari yo'q. Barcha unlilarimiz nima ekan? Qalin unlilar. A, I, O, U qalin unlilar. Ingichka degani E, I, O, U harflarimiz esa ingichka unlilar bo'lar ekan. Mana endi 8 ta unlini ikkiga bo'linishini va bu ikkiga bo'linish qalin va ingichka unlilar deb ajratilishini bilib oldik. Xo'p, qalin unlilarimiz nima ekan? Qalin unlilarimizni tushundik. 4 ta, ingichka unlilarimiz ham 4 ta ekan. Ana endi tepadagi G harfiga o'tamiz. Mana yozuvda G harfimiz bor bo'lsa ham tovushda ishlatilmaydigan holatini aytib o'tdim. Bu tovushda kelgan paytida mana shu xuddi shu ikkilik sxema, ya'ni 8 ta unlini ikki holatga bo'linishiga bog'liq ravishda o'zgarishi bilan buni talaffuzimiz, tovushda talaffuzimiz o'zgaradi. Masalan, qalin unlilar, mana bu G harfimiz, ya'ni G deb talaffuz qilaveramiz, lekin turk tilida yo'q. Mana shu G harfimizdan oldin 4 ta qalin unlini ixtiyoriy kelsa, mana bu G'miz o'zidan oldin kelgan qalin unli bilan qanday bo'lsa, o'shanday o'qiladi. Ya'ni masalan, A, G deb yozilgan bo'lsa, A deyiladi. Ya'ni nima? O'zidan oldin kelgan A ni ikkilantiradi. G'miz A deb o'qiladi. O'zidan oldin kelgan A bitta o'qiladi, G'miz A deb o'qiladi. Nima deyiladi? Ikkita A. O'zidan oldin kelgan ixtiyoriy qalin 4 ta unlidan ixtiyoriy bittasi qaysi biri kelsa, o'shani ikkilantiradi. Masalan, I, G deb yozilgan bo'lsa, mana bu G'miz talaffuzda o'qiyotgan paytimizda I deb o'qiladi, ikkilantiradi. Ikkita chiqib ketadi. Demak, yozilishda I, yozilishda A, lekin o'qilishda A, o'qilishida I deb o'qiladi. Masalan, O kelsa ham O deb ikkilantirib o'qiladi. U kelsa ham qalin U'miz kelgani uchun U deb ikkilantirib o'qiladi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi 4 ta ingichka unli kelsa qanaqa o'qiladi bu? Yozuvda G. Haqiqatan G'ni o'zi bor. Lekin tovushda, o'qishda shu ikkilik sxema, ya'ni qalin unli keldimi undan oldin yoki ingichka unlimi? Ingichka unlilarda ixtiyoriy E, I, O, U harflari kelgan momentda mana bu G'miz nima deb o'qilar ekan? Y deb o'qiladi. Xuddi mana bu yerdagi Y ni o'zidek talaffuz qilinadi. Tushunarlimi? E, G deb yozilgan bo'lsa, ey deb o'qiladi. Y deb. Ey. I, G deb yozilgan bo'lsa, I deb o'qiladi.
i bilan y kelganda gap bo'lib qoladi tovushda. O bilan g'i kelgan bo'lsa o'y deb o'qiladi. O'y. Ingichka u bilan u kelgan bo'lsa uy deb o'qiladi bu qism. Tushunarlimi? Bu yerdagi hozir g'i bilan bog'liq bo'lgan qismlarda so'zlar bor. So'zlar kelganda tushuntirib o'taman. Tushunarli bo'ldimi? Unlilarimiz nechaga bo'linar ekan? 8 ta unlimiz 2 ga bo'linar ekan. Qalin va ingichka unlilar. Xo'p, undoshlarimiz-chi? Undoshlarimiz ham 2 ga bo'linadi. Ona tilini oralaringizda shu darsni kuzatayotgan o'quvchilar oralaringda ona tilini yaxshi bilganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zbek tilida ham undoshlar 2 ga bo'linadi. Nima undoshlar? Jarangli va jarangsiz undoshlar. Jarangli undoshlar nisbatan balandroq chiqadi, jarangliroq holatda chiqib keladi. Jarangsiz undoshlarimiz esa nima qilinadi? Nisbatan jarangliga nisbatan pastroq holatda chiqib keladi. Xo'p, bu 21 ta undoshni ichida 8 dona undoshlarimiz borki, bu undoshlar jarangsiz undoshlar deyiladi. Bu qoida nima uchun aytib ketyapman oldindan, Xudo xohlasa mana shu mavzular davomida yuzlashamiz bu qoida nima uchun kerakligi bilan. Eslab qolamiz. Yaxshilab yozib olinglar. Sekin holatda aytib beraman. Jarangsiz 8 ta undoshdi. Qolgan hammasi jarangli undosh bo'ladi. Ya'ni 21 dan 8 ga ayirsak necha? 13 ta jarangli undosh bor ekan, 8 ta jarangsiz undosh. 8 ta unlidan teng 4 tasi, ya'ni 2 ga bo'linadi. Teng 4 tasi qalin unlilar, teng 4 tasi ingichka unlilar bo'lar ekan. Yozib olamiz. O'qiyman bittalab. Jarangsiz undoshlarni. Birinchisi P, T, mana belgilab ketyapman. S, R va keyingisi T harfimiz, Sh harfimiz, bu yerdagi Ch harfimiz. Nechta bo'ldi hozir? 4 ta, 5 ta, 6 ta, yana 2 ta qoldi. K harfimiz va bu yerda yana qaysi harflarimiz bor edi? J, K, H harfimiz. Mana endi 8 ta bo'ldi. Ch, H, ya'ni H harfimiz, K, R, S, K, T harflarimiz nima ekan? Jarangsiz undoshlar ekan. Buni rangini to'liqroq o'zgartirib bersam, video davomida bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Qizilga o'zgartirik, yaxshiroq chiqar ekan. Mana bu Ch, xo'sh, H'imiz. Xo'p, keyingisi K'miz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zgaryapti. Keyingisi S harfi deyilaveradi. S harfimiz. Xo'p, keyingisi Sh harfimiz. Qizilda belgilab qo'yganlarim. Keyingisi T harfimiz. Bu jarangsiz undoshlar. 8 ta bo'ldimi? Xo'p, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. R harfimiz qolib ketdi. Xo'p, qaysi harfimiz ekan yana? Xo'p, F harfimizni aytmadim mana, o'sha F harfimiz. Mana bu alfabetda ichidagi qizildagi hammasi 8 ta jarangsiz undoshlar. Hurmatli o'quvchilar, undoshlarni ham tushuntirdim, unlilarni ham tushuntirdim. Undoshlar 21 ta, unlilar 8 ta, jami 29 ta harf. 8 ta unli 2 ga bo'linishini, 21 ta undosh ham 2 ga bo'linishini, ya'ni 21 ta undoshni teng yarimidan 8 tasi jarangsiz undosh, 13 tasi jarangli undosh. Unlilar 8 tadan 4 tasi qalin unli, ingichkasi 4 ta, qolgan 4 tasi ingichka unli bo'lyapti. Tushunarli bo'lsa, alfabet bo'limi shulardan iborat edi. Xo'p, bemalol endi qoida bo'yicha o'qiy olamiz xohlagan so'zni qanday kelganini. Masalan, arkadash. Mana bu oxirida s ni pastda ilmoqchi bo'lgani uchun sh o'qiladi. Arkadash. Baba, Jevis. Mana endi boshida mana bu Oysimon s ni pastda ilmoqcha bor. Ko'rayotgan bo'lsak, ch deb o'qilyapti. Cho'juk. Keyingisi dars, ev, pare, sichqon, gul. Ana endi ingichka u bilan kelyapti. Gul. Atirgul ma'nosida keladi. Ach, mana endi ko'rayotgan bo'lsak, mana bu g'a ni qoidasi bu yerda ishladi. G'dan oldin a kelyapti. Bu qalin unlimi, ingichka unlimi? Qalin unli albatta. O'shaning uchun mana bu g'a harfimiz ikkilanyapti, a ni ikkilantiryapti. Ach, undan oldin ham a bo'lgani uchun 3 ta a bor deb talaffuz qilinadi. Ach deb.
Tushunarli, a? Bu daraxt degani. Havuch nima ekan? Sabzi degani. Xo'p, izgara. Mana I harfimiz kelyapti. Izgara, izgara, izgara emas, izgara bo'ladi. Ish. Mana bu boshidagi bizdagi J qilib turib, bizni J daqa o'qib qo'ymanglar. Bu yerdagi turk tilidagi bizni J'miz turk tilida J deb aytdim-a. Jilet bo'ladi. Nimcha degani. Kalem, lale, masa, numara, otobus, o'yratmen. Mana endi bu yerda ach deganda qalin unli kelishini ko'rgandik. G'ni ikkilantirdi, ani ikkilantirdi g'i. Qoidasi bo'yicha qalin unli a kelgani uchun. Endi o'yratmenda mana masalan mana bu o'g'retmen deb o'qiladi aslida. O'zbekcha qonun qoida bo'yicha. Lekin turk tili grammatikasi bo'yicha mana bu g'dan oldin 4 ta ingichka unlidan oxiridagi 3-harfimiz, ya'ni unlimiz o harfi kelyapti. Shuning uchun bu yerda mana bu g'miz y deb o'qiladi. O'yratmen. Xuddi mana bu yerda y bordek, ya'ni g'ning o'rnida y bordek talaffuz qilinadi. Lekin bu yerda nima ekan? G'a bo'lar ekan. O'yratmen, o'yratmen. Tushunarli? Para, resim, soch, shisha, taxta, uchurtma, uchurtma, utu, utu, utu basda, utu. Talaffuzga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. Vazo, yemak, zaytin. Xo'p, talaffuzni tushunib olgan bo'lsak, bu qismdagi mashqlarni ham xuddi shu alfavit bo'yicha bajarsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu nomi nima turkchada? Kalem. Bu joydagi mana so'zlar bor-ku, so'zlar o'rnini almashtirib qo'ygan harflarini. Bu harflarni joy-joyiga qo'yib turib, so'zlarni to'g'ri holatda moslashingiz kerak bo'ladi. Pastdagi holatda ham xuddi shunaqa. Birinchi bir qismimizda dinlama qismini xuddi shu qismda, ya'ni YouTube'da nimasiga shu videoni pastki qismida qoldiraman. Bemalol ikkinchi dinlama audiosi deb yozib qo'ysam, xuddi shu narsani siz nima qilasiz? Ustiga bosgan holatda mana audioga Telegram kutubxonam ochganman. U yerdagi to'liq mana shu turk tili bilan oid bo'lgan barcha kitob va materiallar topishingiz mumkin. Shu joydagi qismdan nima qilasiz? Audioni topgan holatda ustiga bossangiz to'g'ri o'sha audioga olib boradi. Eshitib, bu qismdagi ma'lumotlar asosida bemalol bajarib qo'yasiz. Masalan, dinlamada araba deydi. Boshqa harflar turibdi. Siz nima qilasiz? Eshitgan so'zingizni bu yerga yozasiz. R A B A araba. Bebek desa bebek, chaqaloq. Jetvel. Nima? Jazvar yoki nima deyiladi? Lineyka deyiladi. Xullas, shu narsa bo'yicha yozib chiqasiz. Dinlamagacha qismni tugatdik. Birinchi B qismimiz shundan iborat edi. Birinchi B qism bo'yicha savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kanalimizni nima qismidan kanal ma'lumotlari asosidagi joyga Telegram shaxsiy qismimda, umumiy kanalimda, kutubxonamizda linklari hammasini, Instagram qismimizda hammasini joylab qo'yganman. Xohlagan holatingizda o'tib bemalol o'rganishingiz, savol berishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari shu videoni YouTube'ga joylangan shu darsimizda pastki qismida komment qismiga savollar yozib qoldirsangiz, shu joyda men javob berib o'taman. Xo'p, keyingisi. Birinchi unit J qismi. Bu ne, o kim? Bu ne? Bu nima? O kim? U kim degan holatida. Ya'ni bu ko'rsatish olmoshi bilan berilgan savollar. Xo'p, oldingi mavzularda o'tganimizdaqa nima ekan bu joyda? Bu, shu, umuman shu mavzuga oid bo'lgan so'zlarimiz va yonida o'ng tarafda esa shu so'zlar asosida hosil qilingan gaplar. Xo'p, ko'rib o'tgan qismimiz bu o'zbek tilidagi bu, shu o'zbek tilidagi shu. O degan holatni ko'ryapmizmi? O demaymizda endi. Boshida aytganimdaqa o emasda o. O ham bas, o ham bas, o'rtasida o. U degani kim, ne, nima degani, ne degani nima. Bunlar, bular, shunlar, shular, onlar, ular. Burasi bu yer, shurasi shu yer, orasi u yer ma'nosida tarjima qilinadi. Bu ne, bu nima, bu kalem, bu qalam deyilyapti. O kim, u kim, o'yratmen. O'yratmenda qanday talaffuz qilinishini tushuntirib o'tdimmi? U o'qituvchi. Burasi nerasi, bu yer qayer, burasi sinf, bu yer sinf ekan. Bunlar kim? Bunlar o'yinchilar desak ham bo'lar ekan, qisqa javob bilan o'yinchilar, ya'ni o'quvchilar yoki talabalar deb javob bersak bo'ladi.
Hazırlik çalışması, tayyorgarlik mashqi. Nima ekan? Kanta so'zlarni oldin ma'nosini, ya'ni tarjimasini ko'rgan holatda rasmlar raqamlangan holatda turibdi. Masalan, chanta nima degani? Sumka degani. Sumka qayerda? 11-raqamda yozilgan. Chantani mana shu qavsini ichiga 11 raqamini yozib qo'yamiz. Qolganlari oson. O'qima qismini bajaramiz. Yozib qo'ygan. O ne? U klima. Klima nima ekan? Konditsioner yoki havo sovutgich. Bu narsani bemalol o'qib, mashqini bajarib qo'yaveramiz. Eng asosiy qismga o'tamiz. Hozir dil belgisi. Dil belgisi bu grammatikasi. Eslab qolamiz, hurmatli o'quvchilar, foydalanuvchilar, kuzatuvchilar, yangi turk tilini hozirdan boshlayotgan insonlar, hammalaringizga dil belgisi grammatikasi. Istanbul yabanchilar uchun dars kitobi 15-sahifa, ya'ni sahifa 1-ja qismidagi grammatikasiga o'tdik. Xo'p, bu, shu, o. Xuddi ingliz tilidagi this, that degan ko'rsatish olmoshlari bular. Xo'p, bu, shu, o degan holatimiz o deb yozilgani bilan o deb o'qiladi dedim. Ya'ni o'ga emas, o'ga emas tortib ketayotgan holatda talaffuz qilinadi. U degan ma'noni beradi. Bo'lmasa, qachon bu, shu, o qo'yiladi? Mana bu yerda yozib qo'yilgan bo'yicha masofaga bog'liq ravishda qo'yilar ekan. Bu eng yaqindagi narsalar, predmet, ya'ni jonsiz narsalar bo'lishi mumkin yoki shaxslar bo'lishi mumkin. Kim yoki nima savoliga javob beradigan otlar masofasiga bog'liq ravishda bu, shu, o holatini qo'yilar ekan. Buga qo'yishimiz uchun yaqinda bo'lishi kerak. Kim yoki nima savoliga javob beradigan otimiz. Shu uzoqda bo'lishi kerak ekan. O holatini qo'yishimiz uchun juda ham uzoqda holatda joylashgan bo'lishi kerak ekan. Masalan, qarang. Bu holatini qo'yapti nimaga? Dolabga. Bu ne yoki nedir? Bu nima yoki nimadir? Bu dolab. Bu shkaf yoki shkafdir. Mana bu dir qo'shimchamiz o'zbek tilida ham bor. Buni tuslanish holatini xudo xohlasa mana bu ikkilik sxemani tushuntirdim. Ya'ni nima edi bu? 8 ta unlimizni 2 ga bo'linishi, qalin va ingichka unliga bo'linishi. Turk tili grammatikasining eng katta ikkita tayanchi, asosiy ikkita tayanchi bor dedim. Ikkilik sxema va to'rtlik sxema. Ikkilik sxemani tushuntirib bo'ldim. Xudo xohlasa to'rtlik sxemani tushuntirganimda mana bu dirda qanday tuslanganini tushuntirib o'taman. Endi qarang, bu kim? Bu o'rgatman. Bu kim? Bu o'rgatman. Ikkalasida ham bu qo'yapti. Chunki bu yerdagi narsa va shaxs, ya'ni dolab nima savoliga javob beruvchi predmetimiz va kim savoliga javob beradigan shaxsimiz yaqinda joylashgani uchun bu qo'yilyapti. Endi bu o'sha tepadagi grammatik qoidaga mos holatda 3-mashqda o'rnaklardagi gibi jumlalarni oluşturalım. Ya'ni misoldagi kabi, mana bu misollardagi kabi nimani? Gaplarni bu yerga hosil qilishimiz kerak ekan. Yaqinda turgan bo'lsa bu, uzoqda turgan bo'lsa shu, yana ham uzoqda turgan bo'lsa nima? O deb qo'yishimiz kerak. Masalan, bu yerga savol berishimiz mumkin. Bu ne? Bu nima? Bu ev deb javob berishimiz mumkin. Bu kim? Bu çocuk. Tushunarli, ha? Xuddi shu tartibda bular bajaramiz. Endi 4-mashqimiz nima? Mana shu jadval desak bo'ladi. Bu qismdagi so'zlarni kim va ne savoliga javob berishiga qarab turib ikki qismga ajratib yozib chiqamiz. Kim jonli bo'lishi kerak, shaxsni bildirish kerak, ne jonsiz bo'lishi kerak. Masalan, polis kimga savoliga javob berami yoki negami? Albatta kim. Bu politsiyachi. Qush jonli predmetmi? Umuman jonli deganda ne, nima savoliga javob beraveradi, bu nega tushadi. Xuddi shunaqa qilib ajratib chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar, 1-ja qismimizda 2-chi grammatika qismiga o'tdik. Cho'l eki. Cho'l eki yozib qo'yamiz. Daftar va ruchkalaringizni olamiz. Cho'l eki. Ko'plik qo'shimchasi. Lar qo'shimchamiz. Yozinglar. Chiziqcha L kichkina l bo'ladi. Katta A va R kichkina r. Katta A deganimiz nima ekan? Yozamiz. Chiziqcha katta A qilib yozib qo'yamiz. Ikkilik sxema. Tushundingiz-a? Ikkilik sxema. Ikkilik sxema qachon A qachon E bo'lish holatini bildiradi. Ya'ni A yoki E kelishi. Qalin unlilar kelganda katta A
kichkina a ligacha qolaveradi, umuman a ligacha qolaveradi, lar bo'ladi. Ingichka unlilar, 4 ta ingichka unlilar bilan kelsa esa ler. Qanday keladi ustoz bu narsa desangiz, hozir men tushuntiraman bu narsani. Pastdagi jadvalga qaraymiz. Tekil, cho'l, birlik va ko'plik ikkita holat bo'yicha yozib qo'ygan. Kitob bir nima edi? Xo'p. Birlik qo'shimchasiga, ya'ni bitta, bir donagina kitob, qiz, kutu, televizion. Hammasi nima bu yerda? Hammasi birlik. Kitobda oxiri nima bo'lar ekan? P bilan, ya'ni undosh bilan tugayapti. Kitobda oxiri undosh bilan tugayapti, lekin umumiy eng oxirgi qismi nima bilan tugayapti? Qaysi unli bilan tugayapti? A bilan tugayapti. Kitob A holati. Bu A unli emas. 4 ikkilik sxema bo'yicha, ya'ni qalin unlilarga kiradimi yoki ingichka unlilargami? Ko'rayotgan bo'lsak, A'miz qalin unlilarga kiradi. Agar biz unga lar qo'shimchamizni qo'shmoqchi bo'lsak, ikkilik sxema bu yerda yozib qo'yilgan. Lar bo'lib qo'shiladi. Kitoblar, kitoblar basda kitoblar. Tushunarli-a? Nimaga e'tibor beramiz ekan? Lar yoki lerni qo'yishda. O'zi qo'shiladigan qo'shimchamiz qaysi so'z turkumiga tegishli bo'lsa, o'sha so'z turkumidagi so'zga qo'shiladi. Lar bu yerda ot so'z turkumidagi qismlarga qo'shiladi. Ya'ni o'zi sanaladigan otlar. Yana ham ichkariroqqa kirib kelsak, sanaladigan otlar bo'lishi kerak. Sanaladigan otlarga lar qo'shimchamizni ikkilik sxema bo'yicha tuslab qo'shmoqchi bo'lsak, nima uchun ikkilik sxema? Katta A yozib qo'yilgan. Qo'shimchalar, bundan keyin eslab qolamiz, qo'shimchalarimizda ichida katta harf undoshmi, unlimi bo'lsa, bu nimani bildiradi? Xuddi shu katta harfimiz tuslanishini bildiradi. Ya'ni o'zini qoidasi bo'yicha o'zgaradi degani. Eslab qolamiz, katta A'miz har qanday qo'shimchani tarkibida katta A keladigan bo'lsa, bu ikkilik sxema. Ikkilik sxema bo'yicha qalin unli bilan o'zi qo'shiladigan so'z turkumiga tegishli bo'lgan so'zimiz eng oxirgi tugaydigan unlisi. Eslab qolinglar. Eng oxirgi tugaydigan unli so'zlarda eng oxirida tugashi mumkin yoki oxirida, eng oxirida undosh bilan tugab, undoshdan keyin eng oxirida tugaydigan unli bo'lishi mumkin. Umumiy qoida bilan tushuntirmoqchi bo'lsam, eng oxirgi tugaydigan unli deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Eng oxirgi tugaydigan unli esa agar 4 ta qalin unli bo'layotgan bo'lsa, biz unga, ya'ni otimizni birlikdan ko'plikka o'tkazish uchun lar qo'shimchamizni qo'shganimizda lar bo'lib qo'shiladi. Ler bas, ikkilik sxema bo'yicha, tushunarli? Shuning uchun bu yerda kitobda oxiri qalin A bilan tugagani uchun lar bo'lib qo'shilyapti. Qizda oxiri umuman oxiri tugaydigan unli va o'zi bir donaga unlimiz bor. U ham bo'lsa I harfimiz. Bu qalin 4 ta unlining ikkinchi qismi I'miz. Bunga ham lar qo'shimcha qo'shiladi. Kutu, kutu degani quti degani. Kutuni oxirgi qismi kutuni. Qalin unli U bo'lgani uchun unga ham lar qo'yilyapti. Ya'ni kutular. Ikkita va undan ortiq bo'lgan sonda bo'lsa, bu lar qo'shimcha qo'shiladi. Eslab qolinglar. Birta bas 2 va undan ortiq bo'lgan otlarga lar qo'shimcha qo'shiladi. Televizion, televizor. Televizor degani oxiri undosh, lekin eng oxiri tugaydigan qismini O turibdi, to'g'rimi? Bu O'miz qalin unlida bormi? Ikkilik sxema bo'yicha qalin unlilar bo'lgani uchun, qalin unlilarga tegishli bo'lgan unli bo'lgani uchun unga ham lar qo'shiladi. Bu otimizni ko'plik qismga o'tkazmoqchi bo'lsak. Endi ikkinchi qismdagi mana bu tekil degan qismda penjara, kedi, qo'y, uzum degan holatlarimiz esa ikkilik sxema bo'yicha eng oxirgi unlimiz ingichka unlilar bilan tugaydigan otlar bular. Bularni birlikdan ko'plikka o'tkazmoqchi bo'lsak, lar qo'shimchamiz endi ler bo'lib qo'shiladi. Chunki bu yerdagi I, O harfimiz, U harfimiz otimizda eng oxirgi qismida tugaganda unga lar emas ler qo'shiladi. Ya'ni bu ikkilik sxema. Bir butun grammatika, ya'ni turk tili grammatikasini ikkita asosini birinchi asosi bu ikkilik sxema. Ya'ni ikkilik sxema nima ekan? Turk tili alfabetidagi 8 ta unlini teng 2 ga bo'linishi, qalin va ingichkaga bo'linishi bu ikkilik sxema deyilar ekan. Va buni belgisi qo'shimcha qo'shiladi. Bundan keyin qo'shimchalar bilan ishlaymiz. Qo'shimchalar tarkibida katta A kelsa ikkilik sxema. Xudo xohlasa bundan keyin tushuntirib beraman. Ikkinchi unitda I harfimiz, ya'ni katta I, ya'ni I basda katta I harfimiz kelgan bo'lsa, bumiz to'rtlik sxemani bildiradi. To'rtlik sxemani keyingi mavzuda, keyingi videoda, ya'ni ikkinchi unitda Istanbul yabanchilar uchun dars kitobi ikkinchi unitini to'liq tushuntirganimda
tushuntirib o'taman. Xo'p, tushunarli bo'ldimi, hurmatli o'quvchilar? Penjara oxiri ingichka e bilan tugagani uchun eng oxirgi tugaydigan unlisi e, shuning uchun lar qo'shimchasi qo'shildi. Penjaralar. Penjara deraza degani, derazalar. Kedi mushuk degani. Kedini ham eng oxiri tugaydigan unlimiz ingichka i bo'lgani uchun unga kedilar. Mushuk mushuklar. 2 va undan ortiq sondagi otlar bo'ladi. Qo'y qishloq degani. Oxiri undosh bilan tugaydi, lekin eng oxirgi tugaydigan unlimiz ingichka o harfi. Va bu o ga qarab turib nima qilamiz? Ikkilik sxema bo'yicha ingichka unlimi bu ham lar qo'shamiz. Qishloq qishloqlar. Uzum uzumda oxiri undosh, lekin eng oxirgi tugaydigan mana bu madan oldin kelgan unlimiz esa eng oxirgi tugaydiganimiz ingichka u harfi. U harfiga qarab turib bu ham ingichka unli, shuning uchun lar qo'yamiz. Uzum uzumlar bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, endi eng oxirgi qismda grammatika qismi bo'ladi. Shu grammatika qismimizda 2 dona, ya'ni lar qo'shimchamizda ham mana yerda 2 ta nota bor ekan. Ko'p o'qituvchilarda, umuman dars o'taydigan o'qituvchilarda kuzatgan holatim bo'ladi. Mana shu not qismini tashlab ketayotgan holatlar bo'ladi, lekin bu not qismi bekorga berilmagan. Grammatika qismini ichida keladigan notlarda hech qachon tashlab ketmaslik kerak. U narsa grammatikani to'liq, mustahkam tushunishimizga yordam beradi. Birinchi notimiz nima ekan? Lar bilan bog'liq bo'lgan birinchi notimiz. Yozib qo'yibdi. Saylarlar va miqdor bildiren sifatlarla birlikda qo'llanilgan ismlarda cho'l eki qo'llanilmas. Nima deyilyapti? Raqamlar va miqdor bildirgan sifatlar yoki sifatlar bilan birgalikda qo'llanilgan, ya'ni foydalanilgan otlarda ko'plik qo'shimchasi qo'llanilmaydi yoki foydalanilmaydi. Buni oddiy qilib tushuntirsam nima bo'ladi? Masalan, deylik. Ikkita bola bor. Agar buni oldiga 2 ta yoki 3 ta bola demoqchi bo'lsak, 3 ta bolalar yoki 2 ta bolalar demaymiz ekan. Chunki bu otimizda oldidan miqdor sifati kelyapti. Miqdor sifatlari bor. Ya'ni bu nima? 3, 4, 5, ya'ni buni miqdori bor. Miqdor so'zlar, ya'ni miqdor sifatlari kelayotgan bo'lsa otimizda oldidan, u garchi 2 va undan ortiqligini bildirsa ham unga lar qo'yilmaydi ekan. 3 ta bolalar deyilmaydi ekan. Yo larni qo'shish uchun yo 3 ta olib tashlash kerak, 3 ta qo'ymoqchi bo'lsak larni olib tashlash kerak. Ya'ni nima? 3 cho'juk yoki cho'juklar bo'lishi kerak. Xo'p, tushunarli ham birinchi qismimiz. Ikkinchi qismimiz. Endi nima ekan? Raqamlar bilan kelgan qismni tushuntirdim. Endi miqdor so'zlar bilan kelgan qismlar, miqdor sifatlar dedim. As, ko'p, hech degan, ya'ni oz, ko'p, kam yoki hech degan miqdor sifatlari bor. As kishi, oz kishi. Oz kishi men uchun masalan 1 kishi bo'lishi mumkin. Kimlar uchun 2 ta, kimlar 3 ta. 2 va undan ortiq kishi, oz kishi bo'lsa ham, lekin ularga oldidan miqdor sifati az degan sifat kelgani uchun yoki ikkingisida ko'rayotgan bo'lsak cho'k, hech degan sifatlar kelganda ham lar qo'shimchasi qo'llanilmaydi ekan, garchi u otimiz 2 va undan ortiq miqdorda bo'lsa ham. Tushunarli bo'ldi. Nima ekan? Otimizda oldidan miqdor bildirgan, ya'ni raqamlar kelayotgan bo'lsa, aniq raqamlar, ya'ni o'sha otimizda aniq soni bo'lsa, 3, 2, 4, 5 shunga o'xshagan. Lar qo'llanilmaydi ekan yoki miqdor so'zlar, ya'ni miqdor sifatlari kelsa ham as, cho'k, hech, ya'ni oz, kam, ko'p, hech degan miqdor sifatlar kelsa ham nima qo'llanilmaydi ekan? Lar yoki lar. Umuman larimiz ikkilik sxema bo'yicha ko'plikka aylantirish uchun qo'shilmaydi ekan bu sanaladigan otlarimizga. Tushunarli bo'ldi. Birinchi notimiz shu. Ikkinchi notimiz son hejalarida a, o, ya'ni o, u bulunan ba'zi yamanji kelimalar lar ekini alırlar. Nima degani bu qism juda ham yaxshiroq tushuntirib beraman. Turk tilini asl lug'atini ichiga chet tillardan, yabanchi dillardan deyiladi, chet tillardan kirib kelgan qo'shimcha so'zlar bor. Bular bo'lishi mumkin sat, hayal, hal, sayohat, rol, alkol, simbollar deb mana shu yerda yozib qo'ygan jami 12 ta chet tilidan kirib kelgan so'zlar bor ekan. Lar qo'shimchamiz o'zi ikkilik sxema edi, ya'ni o'sha o'zi ko'plikka aylantirmoqchi bo'lgan otimizda eng oxirgi qismiga qarab turib ikkilik sxema bo'yicha lar yoki lerni qo'llab qo'shishimiz mumkin edi.
Lekin bu yabancha, ya'ni chet tilidan kirib kelgan so'zlar bo'lgani uchun bular ikkilik sxema qoidasiga, ya'ni larimizda ikkilik sxema yoki ler bo'lib tuslanishiga nima tuslanishi mumkin bo'lmaydi ekan bularda. Masalan, soatlar bo'lishi kerak aslida qoidasi bo'yicha. Lekin bu yerda soat arab tilidan kirib kelgan, ya'ni u turk tilining o'zini lug'atidan tashqarida, begona tildan kirib kelgani uchun ikkilik sxema qoidasi nima qilinmaydi, qo'llanilmaydi. Yabanchi so'zlar, ya'ni kelimalar bo'lsa, hammasiga ko'plikka aylantirmoqchi bo'lsak, faqatgina ler qo'shimchamizda o'zini qo'shamiz ekan. Faqatgina ler. Masalan, bironta o'qima yoki dillamani ichida siz qoidasiga bo'ysunmagan, ya'ni soatlar deb yozilmagan, masalan, hayallar deb yozilishi kerak deb yozilmagan so'zlar chiqib qolsa, bilingki, bu nima ekan? Turk tili asl lug'atida mavjud bo'lmagan, chet tillaridan kirib kelgan so'zlar hisoblanar ekan. Shu narsa ikkinchi notimizga kirar ekan. Kelishdikmi? Xo'p, Xudo xohlasa men ikkinchi yunitda tushuntirib beraman degan qoidamiz so'ruv 2, so'roq qo'shimchasi bilan ikkilik sxemani ko'rib bo'lganmiz. Endi bu qismda so'ruv 2 bilan, ya'ni so'roq qo'shimchasi M bilan to'rtlik sxemani ham tushuntirib berar ekanman. Hurmatli o'quvchilar, xo'p, lar qo'shimchamizda ko'rib o'tdikki, turk tilidagi 8 ta unlimiz 2 ga bo'linadi, ya'ni qalin unli va ingichka unli. 4 ta qalin unli bor ekan, 4 ta ingichka unli va lar qo'shimcha qo'shilganda kattani bo'lishini sababini aytdim. 4 ta qalin unli bilan tugaydigan holatda lar qo'shimchasi qo'shilganda lar bo'lib qo'shiladi. Agar 4 ta ingichka unli bilan tugasa so'zlarimiz oxiri unga, ya'ni otlarimiz oxiri lar otga qo'shiladi. Ularda oxiridagi qism ingichka unlilar bilan tugaganda lar bo'lib qo'shilishini ko'rib o'tdik. Keyingisi, endi biz hozir o'rganadiganimiz, ya'ni turk tilining ikkita asosi bor deb tushuntirdim. Bu ikkita asosdan ikkinchi asos, ya'ni asosiy ikkita oyoqdan ikkinchi oyog'i. To'rtlik sxema. Mana shu narsani o'rganib o'tamiz hozir. Juda ham oson, murakkab tushuntirmayman. Qaranglar. 8 ta unlini 2 ga bo'lingani ikkilik sxema, 4 ga bo'lingani to'rtlik sxema deyiladi. Nima degani ustoz bu desangiz, masalan, ko'rib o'tganimizda esingizda bo'lsa, A, I, O, U harflarimiz qalin unlilardi, to'g'rimi? Xuddi shu ikkilik sxemani yana 2 ga bo'lasiz. Nima degani? Masalan, qaranglar. A, I va O, U ikkalasini birlashtirsangiz, A, I, O, U bu ikkilik sxema, qalin unlilar, to'g'rimi? Mana bu yerdagi hozir rangini o'zgartirib qo'yaman. Xo'p. Mana bu E, I va O, U harflarimiz esa ingichka unli. Agar mana bu qizildagi bilan ikkita qizilni qo'shsak, ikkilik sxemadagi qalin unlilar kelib chiqadi. Mana bu sariqdagini qo'shayotgan bo'lsa, E, I, O, U harfini qo'shayotgan bo'lsa, 4 ta ingichka unli bo'lib chiqadi. Ya'ni bu ikkilik sxema. Bu yerdagi qism nima, qanday bo'lingan? Ko'ryapsizlarmi? Ikkilik sxemani, ya'ni 2 ga bo'lingan holati to'rtlik sxema. Umuman olganda, 8 ta unlini 2 ga bo'lingani ikkilik sxema, 4 ga bo'lingani to'rtlik sxema bo'lyapti. 4 ga bo'linsa har birida 2 tadan, 2 ga bo'lingan bo'lsa har birida 4 tadan nima unli ishtirok etar ekan. Endi qaranglar, qoida bo'yicha M qo'shimchamiz. O'zi o'zbek tilida ixtiyoriy so'roq qo'shimchasini yasamoqchi bo'lsak, masalan, olmami, uymi, bolami, har birini oxiriga me bo'lib qo'shilaveradi. Yozilishda me, lekin o'qilishda bizda ham bor tuslanish holati me deb aytayotganlarimiz. Lekin bizda grammatikamizda faqat me yoziladi. Aslida bu tovush bilan yozuvda kamchilik holatini yuzaga keltiradi. Bu qism turk tilida bu narsa to'g'rilanib ketilgan, ko'rgan bo'lsangiz. Nima deyilgan? A, I ixtiyoriy biz savol bermoqchi bo'lgan so'z turkumini tegishli bo'lgan so'zimizda oxirgi qismi A, I harfi bilan tugasa, eng oxirida tugashi mumkin yoki oxiri undosh bo'lib turib, undan oldin ham tugashi mumkin. Eng oxirgi tugaydigan unlisiga qarab turib, unga so'roq ma'nosini bermoqchi bo'lsak, ya'ni M ni bermoqchi bo'lsak, A, I kelganda M bo'ladi, I qoladi. E, I bo'lsa, oxiri E, I bilan tugagan bo'lsa, mi bo'lib tuslanadi. O, U bo'layotgan bo'lsa, U bo'lib tuslanadi. Ya'ni nima ekan bu? To'rtlik sxema. I, U, ingichka U bo'lish holati. Tushundingiz-a? Xuddi ana bu ikkilik sxemada o'zi qo'shiladigan, sanaladigan otlarimizda oxirgi ko'plik ma'nosini berish uchun lar qo'shilganda bittasi lar, bittasi ler bo'lib qo'shilishi, ya'ni qalin unlilar
bilan tugasa, ya'ni a, i, o, u harfi bilan tugasa, lar bo'lib qo'shilgandaqa xuddi shu qoidani o'zi to'rtlik sxemaga ham tegishli bo'lyapti. Faqat bunda nima 4 ta bo'ladi. A, i bilan kelsa m, e, i bilan kelsa mi, o, u bilan tugaydigan bo'lsa mu savolini beramiz ekan. O, u bilan tugasa ingichka mu bo'lib savol qo'shilar ekan. Endi qaranglar. Xo'p, o'zbek tilida me qo'shimchamiz o'zi qo'shiladigan so'zga oxiriga qo'shib yuboriladi. To'g'rimi? Va tuslanmaydi. Turk tilidagidan farqi, o'zbek tilidagi so'roq qo'shimchamizning farqi, turk tilida o'zi qo'shiladigan so'zga so'roq ma'nosini bermoqchi bo'lsangiz, mi alohida ajratib yoziladi. Har qanday holatda. To'rtlik sxema tuslanadimi? Ajratilsa ham tuslanadi. Faqatgina o'zi qo'shiladigan, o'zi so'roq ma'nosini beradigan so'zdan alohida qilib ajratib yoziladi. Bizga o'xshab mi qo'shib yopib yuborilmaydi. Ikkinchi farqi esa hozirgi holatda, ya'ni me qo'shimchamiz katta i harfi bilan yozib qo'yilgan qism esa bu nimani berar ekan? To'rtlik sxema bo'yicha tuslanishini. O'zi qo'shiladigan so'zni oxiriga unlisi qaysi a, i, e, i, o, u yoki ingichka u, u harflari kelishiga qarab turib m, mi, mu yoki ingichka mu bilan nima bo'lar ekan? O'zgarar ekan, ya'ni tuslanar ekan. Matdagi so'zlar bor, masalan, qaranglar, 5 tagi so'zlar bo'yicha tushuntirib beraman. Yo'q, o'rnakda tushuntiray, keyin so'zlardan ko'rib beraman. Bu do'lab, qarang. Bu do'labmi? Endi o'zbek tilida tarjimasini ko'rayotgan bo'lsa, bu shkafmi? Biz yozayotgan bo'lsak, bu shkafmi? M deb o'qiyapmiz aslida, lekin me deb yoziladi. Bu shkafmi deb yozib qo'yiladi. Ikkita qonun bu yerda ishlamayapti biznikida. Nima bu? Ajratib yozilmayapti so'roq qo'shimchamiz va mi har qanday holatida ham tuslanmasdan meni o'zi yozilyapti. Turk tilida nima bo'lyapti bu? Unday emas. Do'labda oxiri undosh bilan tugasa ham, lekin oxiriga tugaydigan unlimiz qalin unli, ya'ni a, i bilan tugaydigan holatlar uchun so'roq qo'shimchamiz nima bo'lib tuslanar ekan? M qo'shimchamiz m ligicha qolar ekan. M. Bu do'labmi? Bu nima? Shkafmi? Evet, do'lab. Masada ham xuddi shunaqa. Masani oxiri qalin unli bilan tugayapti. Bunda ham m bo'lib savol alohida ajratilyapti va tuslanyapti m bo'yicha. Endi bunlar ko'pak. Ko'pakda oxiri, ya'ni it degan ma'noni berayotgan bo'lsa, k bilan tugayapti, lekin eng oxirgi tugaydigan unlimiz esa ingichka unli. E, i bilan tugaydigan holatlarda nima so'roq bo'lar ekan? Mimiz, ya'ni m qo'shimchamiz, so'roq qo'shimchamiz, ya'ni so'ri ekimiz mi deb o'zgarar ekan, tuslanar ekan. Bunlar ko'pak mi, bular it m. Tushunarli? Evet, ko'pak, ha, ko'pak, ya'ni it deyapti. Yuqoridagi xohlagan so'zlar mana ko'raylik. Oda. Odani oxiri qalin a bo'lgani uchun, umuman a kelgani uchun unda ham bu odami yoki odami demoqchi bo'lsangiz m bo'lib odadan tashqi ozgina ajratib yoziladi. Masofa qoldirib m so'roq qo'shimchasi yoziladi. Tushundik-a? Bu yerda nima bor yana? Mana masalan, baliq. Oxiri k bilan tugaydi, lekin oxiriga tugaydigan unlisi i harfimiz. A, i bilan qismda baliq. Biz o'zbek tilidagi baliqmi demoqchi bo'lsak, bu yerda baliq m. M alohida ajratib yoziladi va so'roq qo'shimcha qo'yiladi va tuslanishi nima bo'ladi? A yoki i harfi. Bu yerda i bo'lyapti, a da ham bir xil bo'ldi. M bo'lib tuslanaverar ekan. Tushunarli bo'ldi, menimcha. Nima ekan bugungi o'tgan mavzuyimiz? Ikkilik sxemani ko'rdik lar misolida, ko'plik qo'shimchasi, ya'ni cho'l eki misolida, so'ri ekini ko'rdik. Ya'ni so'roq qo'shimchasi m ni ko'rdik. Katta i harfimiz nima ekan? Demak, katta amiz ikkilik sxemani bildirsa, katta i harfimiz to'rtlik sxemani bildirar ekan. Tushunarli? Biz nimani o'rganib bo'ldik? Butun grammatika asosida bundan keyin doimiy qo'llaniladigan ikkita sxemani, ikkilik sxema va to'rtlik sxemani ko'rib o'tdik. Bu narsani yana ham batafsil mashqlar bajargan holatda mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Grammatikani tushungandan keyin har bir grammatikani tagidagi mana bu mashqlarni bajarib qo'yamiz. Tushunarli? Masalan, 6-mashq g'ashatdagi jumlalar o'rnaklaridagi gibi tamomlayalım. Quyidagi jumlalarni, ya'ni gaplarni misoldagilarga kabi tugallaylik. 4-qismini ko'ryapman. Bunlar yuzuk. Nima bo'ladi? Yuzukda oxiri ingichka u. Bu yerda qoida bo'yicha o, u harfi bilan tugaydigan so'zlarga so'roq qo'shimchasi m ni tuslanish holati nima ekan? Mu bo'lar ekan, ingichka u. Mu. Mana
yuzukka qo'shmagan holatda mu qilib yozib qo'yamiz, so'roq qo'shimchasi turaverar ekan. Evet, bu yüzük yoki evet bunlar yüzük. Hayır, bunlar yüzük değildir. Değil degan narsani tushuntirmayapman. Ot bilan kelgan qismdagi gaplarda emas ma'nosini o'zida mujassam qiladi. Ya'ni emas degan so'zni bildiradi. Hayır kelayotgan bo'lsa, hayır yo'q degani yo'q, yüzük ya'ni uzuk emas deb javob berishingiz mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Hurmatli o'quvchilar, bugungi o'sha sizlarga boshlaganim Istanbul yabanchilar uchun dars kitobini birinchi unitda, ya'ni A va B, J qismlarini to'liq tushuntirib o'tdim. Endi qo'shimcha narsa tushuntirib o'tayotgan narsam, mana bu dinlamani audiosini xuddi shu yuqoridagi A qismda, B qismini oxirida kelgan va hozir kelayotgan J qismdagi dinlama audiolarni pastda link qoldiraman. Telegram kutubxonamiz bor. Afzal Language Library, ya'ni kutubxona. Shu qismda hamma narsani, ya'ni Istanbul yabanchilarida A1 dan boshlab J1, J2 darajasigacha bo'lgan hamma nimasi bor, audiolari bor. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Aynan men qo'yadigan link orqali shu 3-unitda nimasiga o'tasiz? 2, 1 A, B, J qismdagi har birini dinlamasini audiosiga to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketasiz. Va nima qilasiz? Bajarasiz bu qismda. Xo'p, yozma bilan ko'rinish har doimgidek qoladi. Xo'p, eslab qolamiz, hurmatli o'quvchilar, dars kitobida A, B, J qismlaridagi har bir mashqlar bajarganingizdan tashqari nelar o'yrandik qismi bo'ladi bu kitobda eng oxirida. Ya'ni siz A, B, J qismi, ya'ni birinchi unitda A, B, J qismida nimalar o'rganganingizni mashqlarni bajargan holatingizda, ya'ni 6 ta ekan bu yerda 6 ta mashq to'liq bajargan holatda mustahkamlaysiz. Qanchalik o'rganganingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta yuqoridagi mashqlarni to'liq bajarib chiqqandan keyin. Va eng oxirida buni bajarib bo'lganingizdan keyin, umuman bajarishdan oldin birinchi qilayotgan ishingiz o'zi aslida kelima listasi, ya'ni so'z nimasi? Lista, so'zlar listi. Bu yerda birinchi unit 3 ta A, B, J qismdagi har biridagi yangi siz uchun yangi bo'lgan so'zlarni, ya'ni turkcha so'zlarni bu yerda ajratib yozib qo'ygan. Mana shu yerdagi har bir so'zlar yuqoridagi qismda mashqlarning ichida kelgan hammasi. Tushunarli? Bu narsalarni sizga osonroq bo'lishi uchun har birini ach nima ekan deb tarjima qilib o'tirmasligingiz uchun tayyor kitob holida men kutubxonamizga, Afzal kutubxonamizga yuklab qo'yganman. Uni kelima listasi, birinchi unit kelima listasi deb yozib qo'yaman-da, ustiga link qo'yib qo'yaman. Linkni shu videoni tagidan bosgan holatda kirib nima qilishingiz mumkin bo'ladi? Kutubxonani o'zidan yuklab olib, bemalol ko'ra olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu narsani yodlang. Har unit o'tganimizda yuqoridagi mashqlar bajarishdan oldin albatta bu lug'atlarni ko'zdan kechirib, eng kamida yarmidan 60% dan 70% gacha bu so'zlarni yodlab oling. A1 darajadagi so'zlar juda ham oson. Xo'p. Bo'lmasam bugungi darsimiz tugadi. Hammalaringizga rahmat. Kimga bugungi darsimiz ma'qul kelgan bo'lsa, kommentlarda fikrlaringizni qoldirarsiz. Bu narsa meni ko'proq shu darslarni qoldirmasdan yuklab borishimga motivatsiya desam bo'ladi. Shu narsa bo'ladi. Birinchi boshladim YouTube'ga video qo'yishni. Nima uchun bu narsani qildim? Boshida tushuntirganimdaqa hammani ham turk tilini mukammal darajada o'rganish uchun nimasi yetmaydi? Mablag', imkoniyati, sharoiti, vaqti jihatdan o'sha narsalarni uydan o'tirgan holatda internet va yaxshi telefon bo'layotgan bo'lsa qo'lingizda, oddiygina telefonda o'zida ham bemalol o'rganib olish imkoniyati borligi jihatidan sizlarga imkon qilib bermoqchi bo'lyapman. Xo'p, bugungi darsni tomosha qilganingiz uchun minnatdorman. Agar dars sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Bu narsa nimaga yordam beradi? Bu darsni ko'pchilikka yana yetib borishga yordam beradi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin A2, B1, J1, J2 har bir daraja bo'yicha to'liq shu kitobni, to'liq har bir grammatika qismini xuddi shu tartibda ko'rib beraman. Va har bir A1 dan boshlab B2 darajagacha 6 ta unit bo'layotgan bo'lsa, J1 Plus degan kitobimiz eng oxiridagi
darajamiz ingliz tilida advanced daraja deyiladi. Advanced darajadagi kitobimizda 12 ta unit bo'ladi unda. Shu unitlargacha har bir qismda playlist qilib alohida joylab boraman. Xo'p, va eng asosiysi kanalga obuna bo'lganingizdan tashqari sharh qoldiringlar, like bosinglar. Bu narsa meni yanada ham shu kanalni rivojlantirib, ko'pchilikka turk tilini o'rganib, Turkiyada o'qish davom ettiraman. Magistraturada O'zbekistonda magistratura yo'nalishida davom ettirib, shu yo'nalishda o'qiyman. Yuqori natija olaman. Eng asosiysi shu til o'rgangan holatda hayotimda bir pog'ona yaxshilayman degan o'quvchilarga yetib borishiga yordamchi bo'ladi bu narsa. Sababchi bo'lasiz. Xo'p, ertangi yoki xudo xohlasa uzog'i 3 kun yoki 4 kun oralatib yangi A1 darajamizning 2-unitini darsini qo'yaman YouTube'ga. Bu narsani o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ysangiz, bu qo'ng'iroqcha nima? Sizda shu YouTube'ga qo'ygan darsimizni qo'yilishi bilanoq sizni xabardor qilishga yordam beradi. Afzallanguch bilan birga siz har kuni yangi bilim va nima bir pog'ona o'zingizdan oldinlashga yordam beradi ilmiy ta'riflama. Xo'p, sonraki darslarda ko'rishmak üzere hepinize hoşça kalın demekle bugungi darsimizni bitirelim. Xo'p, hammalaringizga katta rahmat, hurmatli o'quvchilar. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar va albatta tushuntirgan mavzularim bo'yicha bu kitobni to'liq o'rganib chiqishda davom etingiz. Va qo'shimcha oxirida aytmoqchi bo'lgan narsam bor ekan, bu yabanchilar dars kitobini xuddi ingliz tilidagi kitoblar kabi chalishma kitobi ham bor. Bu narsani ham xuddi dinlama va lug'at Telegram kanaliga yo'naltirganim kabi xuddi shuni chalishma kitobini ham kanalga yuklab qo'yganman kutubxonamizga. O'sha holatga o'tib turib bemalol o'tisha olishingiz uchun link qoldiraman, undan ham o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammalaringizga katta rahmat, charchamanglar. O'rganishda davom etinglar. Yangi til yangi eshik ochadi va yangi inson o'zingizda shaxslantirib berasiz. Ya'ni bitta til o'rganganingizda siz bitta insonga ko'payasiz o'zingizdan va ko'proq bilim olishga kalitlar yordam beradi sizga yangi til o'rganishingiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Afzallanguch bilan doimiy birga bo'linglar. Hammalaringizga katta rahmat, charchamanglar.